Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, akalar, ukalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Akalar, mana bugun biz nasib bo'lsa Kitob tumani Yangi Ariq qishlog'iga keldik. Bu yerga bir tog'amizni ho'kizlar bor ekan, ikkita nasllikka zotdir. Mana shu sigirlar bolasi bor ekan, o'shalar sotmoqchi ekan. Mana shuni bolasi bittasi. Bittasi mana bu sigir bolasi ekan. O'sha buzoqlarni sotmoqchi ekan akamiz. Buni bitta YouTube'ga qo'yib bergandi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, mol bozorida bir tog'amiz reklama qilgan edi. Telefon nomer qo'ymagan edi. Mana bugun uylariga chaqirdi, uylariga keldik. Nasib bo'lsa bugun hafta kuniga, kun nima bugun? Seshanba. 4-oktyabr hafta kuniga seshanba. 4-noyabr ekan, 4-noyabr hafta kuniga seshanba. Pagoda zo'r, yomg'ir yog'ib o'tdi. Nasib bo'lsa kasalliklar endi ketadi, Xudo xolasa, chorvan barakasini beradi Xudo xolasa. Mana men Ivan tog'amizniki. Ivan tog'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? 6 oylik buqacha. 6 oylik buqacha. Onasini emib yuribdi. Onasini emib yuribdi. Zo'r ekan. Hali buqa onasini ham ko'rsatavering, hali. Bu mana shivitni bolasi ekan akalar. Mana shivitni bolasi bu. Ho'kizchamizga kelayotgan bo'lsa, yosh oyliklar 6 oylik. Orqalari kelishgan, uzunliklari zo'r, har tomonlama poyalari zo'r. Naslga olaman deganlarga naslga o'qiydi. Zo'r ekan, uzunliklari akalar mana. Ivan tog'a bular o'zizni molingizni bolasi. O'zimdagi dehqonchilik. Dehqonchilik. Kitob tumani Yangi Ariq qishlog'ida. Buni pulini nech puldan deyapsiz, Ivan tog'a? 30 deyapman. 30. Yana ham kelishtirib berasiz. Akalar, Ivan tog'a nomerlarini qo'yib ketamiz. Shunga aloqaga chiqib kelaverasiz. Hozir unisini ham olib chiqsin. Yana bittasi bor. Unisi simental. Akalar, lekin buzoq zo'r ekan. Zo'r ekan buzoq. Hozir simentalni ham olib chiqsin. Simental mana buning bolasi. Ungacha mana shu bitta olib turamiz. Hozir chiqqan qarasi mana shuni bolasi akalar. Sigir ham zo'r ekan lekin. Mana sigirni bolasi. Endi chiqadigan mana buni bolasi ekan. Bu ham zo'r ekan.